qo'lingni shuni menga berasan, chopib berasan, shu oyog'ingni uzib berasanmi, menga onangni bir soniyaga qaytarib beraman desa, men yuragimni sug'urib berardim Allohga deb. Turganligilar dadam. Onam uchun jonimni berardim deydi. Sizni uyingizda onangiz hayot bo'la turib qadriga yetmaysiz. Onasi olamdan o'tib ketgan inson bo'lsa, hozir tirilib kelsa-da, shuning uyga borsangiz, onangiz olamdan o'tgan bo'lsa, eshitib olsangiz, to'g'risi onangiz turgan bo'lsa, nima qilgan bo'lardingiz? Joningizni berardingiz. Oxirgi so'zingizni aytolmagan gapingizni aytarmidingiz? Biz o'g'illar, qizlar nima deymiz? 5 minut o'tirib, hozir kelamiz, yana ko'chaga chiqib ketamiz-da. Yana ko'chaga chiqib ketamiz. Bechora onangiz bor uyda, didoringga to'yolmasdan o'tirar ekanda, bekorga ona sog'inmaydi. Onaga ishlasa kerak emas. Onaga boylik, obro'y, hurmat, mansab kerak emas. Ota bilan onaga nima kerak aytaymi? Siz bilan meni sog'lig'im kerak.